Assalomu alaykum, Milliy Yo'llar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana ko'rib turganingiz, navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati, Namangan shahrida bo'lyapti. Buni shu sizlar ko'rib turgan xonadonni dorixonagacha noldan sistem qilib beryapmiz. Xonadonimizga jami 10 dona har xil razmerdagi panel radiatorlardan ustunovka qildik. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Katta yo'limiz xonadonda orqa tarafiga mana shu yerga ustunovka bo'lyapti. Ko'rib turganlaringizdek 15 kilovatli hozir katta yo'limizdan bir qator obzor qilamiz. Sizlarga sistemani bir qator ko'rsatib chiqamiz. Xonamiz ichiga 40 sm ga 1.40 razmerdagi xuddi shunaqa panel radiatorlarni bu xonaga bitta ustunovka qildik. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Pol bor ekan, bu taraflari to'pli pol ekan. Shuning uchun polni ustidan obratga tortishga majbur bo'ldik. Keyingi xonamizga 50 sm ga 2 metrli panel radiatorlardan foydalandik. Juda ham chiroyli sistemani ustalarimiz hozir yakunlashyapti. Kilisalar qatirib, sekin ish jarayoni bo'lyapti. Yorug'da videoda olib, qorong'i tushib qolmay qarashiradi. Hozir sizlarga yorug'da obzor qilishga harakat qilyapman. Mana polni chekkasidan uklon berib, juda ham chiroyli. Samoxotda uklon obratga zo'r ishlov berilsa, podachiga zo'r ishlov berilsa, obratga nolda olib chiqib ketilsa, sistemada juda ham chiroyli bo'lib ishlab beraveradi. Keyingi xonamiz mehmonxona ekan, 50 sm ga 1.40 razmerdagi panel radiatorimizdan 2 donasini ustunovka qilganmiz. Ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli. Remontlari 100% bitgan. Remonti bitishiga qaramasdan sifatli ishlarni qilib beryapti. Mana bu tarafdan ko'rib turganingizdek 32 da obratgani uklon bilan berilyapti. Bu tarafi yana nolga o'tirib ketyapti. Bu taraf balatlab turib, sekin bag'i pastlab ketyapti. Ko'pchilik savol beradi, obratgada uklon yo'q-ku. Obratgada uklon beriladi. Oxirgi tochkalari nolda chiqib ketib qolsa ham bemalol tepaga uklon zo'r berilsa 100% garantiyaga ega bo'lib samotok ishlab beraveradi. Shuning uchun mana ikkita radiatorlik uchun 25 da obratga kelib turib, ikkovi billa bo'lib 32 da qo'shilib ketyapti. Yana sentralniy 32 uy orqasidan bir qator ketyapti. Bu xonalarda ikkitasini, uchtasini ayrimlarda odamlar bor ekan, olib kirib ko'rsata olmadik. Hammom, banalar hamma yo'q ichkarida. O'sha ko'rsatganimdek juda ham chiroyli, sifatli ishlarni qilib bitirib beryapmiz. Katta yo'limiz xonadonda burchak tarafiga boshqa joylar yo'q ekan. Mana shu xonadonga yopishib turgan taraf mana shu yer ekan. Xonadonga bu yerda o'rab, addini katta yo'lga ko'mir bosadigan joylarni qilib sharoit qilib olamiz deydi. Mana shu yerga 15 kilovatli verxniga ko'mirli katta yo'limizni ustunovka qilib beryapmiz. Katta yo'limiz izolyatsiya qilingan, utublit qilingan. Katta yo'limiz narxi 8 ming 500 ming so'm. Tashqariga issiqlikni qo'yib yubormaydi, tashqarida sovuqlikni o'ziga olmaydi. Katta yo'limiz 4 eshikdan iborat, to'ralashgan nigirovka bo'ladi. Tepadan yonuvchi ko'mirli katta yo'l turiga kiradi. Ko'mirni solasi 45 kg, tepadan yoqib qo'ysangiz pastga qarab, juda ham chiroyli bo'lib yonib beradi. Katta yo'limiz komplektida pogrushniy termostati bo'ladi, hamda 85 vatli original ventilyatorlari bo'ladi. Katta yo'limizning qulayliklari, suvni to'kib yangilash uchun shunaqa silivniy kranilari bor. 3 barli vizrimli soldatchiga joylari bor. Podachi yon tarafda joylashgan, obratkalar orqa tarafda joylashgan. Bu treninglar komplektida pogrushniy termostat, ventilyator uchovi qo'shib beriladi. Hamda xonadonimizga, katta yo'limizga 4 dona sendvichli bazaltli dimoxotlarimizdan ustunovka qilib berganmiz. Dimoxotimizni bir donasi narxi 450 ming so'm bo'ldi, bir dona shapkasi 150 ming so'm. Ikkita zapasda mana shu yerda qoldi, ko'rib turganlaringdek. İç taşı nerjaveyga bazaltli. Qanaqa katta yo'l qo'yishingizdan qat'iy nazar, mana shunaqa bazaltli sendvichli dimoxotni qo'yishlarini tavsiya qilamiz. Chunki ich tashi nerjaveyga, o'rtasi bazalt bo'lgandan keyin sovuq materiya bo'lmaydi, issiq sovuq bo'lib tellamaydi. Tellamagandan keyin umuman kamsat bermaydi. Kamsat bermagandan keyin dimoxot to'lishi kamroq bo'ladi. Xo'p, katta yo'limizda to'ralashiga ham ligirovka bo'ladi. Ligirovka bo'ladigan eshigi, bu eshik esa ko'mir zapravka qilish uchun, bu eshigi kulpul, shlak-pilak musullarini tozalash uchun qo'yib ketildi. Hamda bu eshik esa teplanmani tozalash uchun katta yo'ldan yonayotganlarga 2 metr ilonsiz bo'lib, teplanmanidan o'rilib chiqib ketadi. Bu teplanmani tozalagandan keyin bundan tushgan qurumlar xuddi shu eshik orqali ochib olib tashlanaveradi. Sizlarda ham xonadonlarga shunaqa sifatli isitish tizimlar, ko'mirli katta yo'llar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga hoziroq aloqa qilsangiz, juda ham chiroyli qilib biz Santexnik brigada faqat vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Vodiydan tashqari 12 ta viloyatga katta yo'l dastlabkamiz bor. O'zimiz tomonidan magazin, turba, izolyatsiya hammasini olib kelamiz. Xonadoningizga qo'yilgan narsaga haq to'laysiz. Oshiqcha narsalarni yana do'konimizga vazirot qilib qaytarib olib ketamiz. Umuman sizning xonadoningizda 1 metr ham turba kusok bo'lib, laxtay bo'lib, hech qayerda qolmaydi. Mana ishlatilyapti. Fon sistemaga montaj bo'lyapti. Hozir ortib qolgan narsalarni hammasini
o'zimiz tomonidan avtomashinamizga yuklab qaytarib olib ketamiz. Yana qaytarib o'taman, bizga yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kotellar va sifatli santexnik ishlarni qilib beramiz. Isitish tizim. Videoda bugun 16-iyul sanasiga olyapmiz. Xudo xolasa Namangan shahrida bo'ldi. Kim xonadoniga shunaqa isitish tizimlar zarur bo'lsa, ekranda raqamga hoziroq aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlar juda ham chiroyli, sifatli, tez qilib bitirib beramiz. Videoda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Videoga like bosib tarqatib qo'yamiz.